Hozirgi kundagi top 5 ta nevrologik kasalliklar 5-o'rinda. Parkinson kasalligi. Harakat tizimi bilan bog'liq surunkali kasallik. Titroq, mushaklarning qotishi va harakat sekinlashishi bilan namoyon bo'ladi. 4-o'rinda. Alsgeymer kasalligi. Asta-sekin rivojlanib boradigan neyrodegenerativ kasallik. Xotira va fikrlash qobiliyatini pasayishiga olib keladi. 3-o'rindachi? Epilepsiya kasalligi miya faoliyatida buzilishlar sababli takrorlanadigan tutqanoq xurujlar bilan namoyon bo'ladigan surunkali nevrologik kasallik. 2-o'rinda. Migren eng keng tarqalgan kasallik. Ko'pincha kuchli bosh og'rig'i xuruji. Shu bilan birga ko'ngil aynish, qusish, yorug'lik va shovqinga sezgirlik bilan namoyon bo'ladi. 1-o'rin. Albatta bu insult. Dunyoda eng ko'p tarqalgan, o'lim va nogironlikka olib keladigan, bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi bilan kechadigan kasallik. Yana qanday nevrologik kasalliklar haqida ko'proq ma'lumot bilishni xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.